Assalomu alaykum hamkasblar. Bugun hozir 88 ga 215 eshik giramiz. Aldokisni balkon qanotidan. Qilib ko'rmaganlarga foydali bo'ladi. Qilganlar kamchiligini to'ldiradi. Biz hozir bir ikki qildik, mana bir qanotligini qilmadik. O'sha nimada katalogda ko'rsatgan bo'yicha qilib yig'ib ko'ramiz. Hop, qanotlarni kesib oldim. Uni kasalarda xuddi razmerda 88 ga 215 qilib. Hop. Qanotimizni ham kesib tayyorlab qatirib oldim. Hop, 88 bo'lsa, ammo ichini o'lchab turib 4,5 mm dan mindirdim. Xullas, o'sha 9 mm. Bir tomonga 4,5 mm chiqsa bo'ldi deb ko'rsatgan ekan, 4,15 deb ko'rsatgan ekan. Men 9 mm dan qildim. Bo'yiga ham, eniga ham 9 mm dan qo'shib qo'ydim. Shundan bu kosani tayyorlab kesdim. Kesib yig'ib oldik. Hop. Endi polni kalonni paket bo'ladi. Shunga katta balkon nimadan qatirdik. Betlardan 3 ta balkon betlar qatirdim. Hop, endi hozir ruchkani o'rnlarini chiqarib olyapmiz. Ruchkani urishda ko'pchilik sig'mayapti deb shuni aytadi. Teshib olgandan keyin mana pazini Ispaniyaga tushadigan edi. Bu pazini balgerkada olib tashyapmiz biz. Pastgacha polni balgerkada olib tashasak bemalol tushar ekan. Hozir shuni kesib qo'yib ko'ramiz. Hop, mana kesib oldik. Bundan keyin polni ichini stenasiga qarab turib, ovorilsa balgerkada shilib olish kerak ekan. Bo'lmasa buni samirezdan uzasa xalaqit beradi. Shuni qilib qo'yib olaman-da. Tushdi. Hech qanaqa patsarapim bo'lgan joyi yo'q. Frezerda olinsa, frezer sal yurib ketsa ham mana bunaqa joylarni shilib berar ekan. Ancha frezerdan ko'ra balgerkada akkuratni ishlagan yaxshi ekan. Shuni qilib qo'ydik. Hop, mana zamoyni ruchkalarni, zamoyni qatirdik, ruchkalarni ham qatirib oldik. Hop, sertsaminasini hop, DVG'ni 90 mm ligidan ishlatyaptim. Buni endi hozir tashqari tomonga ko'proq chiqar ekan. Ichki tomon 3 ilashdi. Endi qanaqa yana sersavini ishlatsa bo'ladi, buni tadbirat qilib ko'rish kerak ekan. Sersavinani, shtob ikkala tomonga bir xil chiqadigan sersavinani termodikini qo'yib ko'rsa bo'ladi. Mana ichki tomonda kalt emas, buraydigan nima qiladigan. Buni ham tadbirat qilib ko'rish kerak. Hop. Ruchkamizga kelgan oq qo'yamiz hozircha. Ruchkaga e'tibor bermaymiz. Mana shu ruchka yaxshi tushar ekan. Albatta ruchkamiz ishlashi mana bemalol. Tili chiqadiganmi? Qarab bo'lyapti. Hozir endi ilib ko'ramiz. Hop, mana eshigimiz bitdi endi. Hop, zazorlari 4 mm dan kakras qochirgan zazor. Ekan. Blankasini olib tashladi, zazorlar tekis bo'lib. Lekin nisbatan kattaroq qo'ydim. Tashashning hisobiga. Kalonni paket bo'ladi, baribir og'ir bo'ladi, shuning uchun tashlaydi. Ruchkalari ishlashi yaxshi.
Kun ishlayapti. O'zini to'q fazli atveti. Hop, hozircha mana atvetdan qatirib turibdi, plastmassa atvet bilan. Paslariga. Epidem bosma rezinka qo'ydik. Chempionga o'xshab yaxshi chiqar ekan.